Assalomu alaykum azizlar, hurmatli muxlislar. Mana Eldor Shomurodov ishtirokidagi uchrashuvni ham poyonladik, tugatdik, ko'rdik va rohatlandik. Zo'r ikkita assist bir hujumchi uchun kifoya qiladigan natija, lekin oxirigacha to'ymagani odamni xursand qilayotgan manzara. Chunki u maydonga gol urish uchun tushganligini his qilyapti. Ikkita assistdan qoniqish hosil qilmayapti, vaziyatlarda ishtirok etyapti va shaxsiy fikrim uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisiga aylanyapti. Biror bir marta Eldor Shomurodov haqida shu uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lishi kerak yoki bo'ldi degan fikrni ilgari surmagan edim. Bugungi uchrashuvda mana shu maydondagi 11 ta futbolchi ichida o'yinga eng ko'p ta'sir o'tkazgan futbolchi Eldor bo'ldi. Ikkita golga assist bu muhim fakt. Vaziyatlarda qatnashgani, bir marta darvoza to'sinini poylagani, pressing qilib turib raqibidan to'pni olib qo'ygani va darvozabonning seyvi tufayli gol ura olmaganligi buncha fakt bitta futbolchiga albatta yetarli eng yaxshi futbolchi bo'lishga. Garchi o'yinda Pellegrini super gol kiritgan bo'lsa ham, Pellegrini yana bitta gol kiritgan bo'lsa ham, menimcha uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi italiyalik yarim himoyachi bo'la olmaydi. Italiyalik yarim himoyachiga eng yaxshi futbolchi nomini bermaslik kerak. Hozir bilmayman kimga berilgan, berilmagan, qizig'i yo'q. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Bu fikrda qolaman. Eldor boshqa o'yinlarga qaraganda bugungi uchrashuvda haligi to'lig'icha o'yinning nazoratida ishtirok etdi. Juda ko'p ta'sir o'tkazdi. Shuning uchun ham Abraham maydonga tushirilayotgan paytda pozitsiya e'tibori bilan Eldor Shomurodovga almashtiriladi deb kutilgan edi, ammo Pellegrini chiqib ketdi. Demak, uchrashuvning oxirigacha Abraham hamda Shomurodov tandemini ishlashda, unga bezak berishda Mourinho davom etayotganligini kuzatdik. O'zi Mourinho sezilyapti. Oldin bir taxmin bildirgan edi, keyindigina Abraham kelganda esingizda bo'lsa, shu taxmin o'zini oqlamayapti deb xafa bo'lgan edik. Ya'ni ikki futbolchi, Abraham hamda Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushadi. Asosiy tarkibda tushib, bittasi Harry Kane vazifasini, ikkinchisi Son Heung-min vazifasini bajaradi degan edik. Endi o'zimiz Eldor Shomurodov hujumchiligida so'nggi zarbani yo'llaydigan figura. Abraham esa to'pni xuddi Lukaku kabi yoki Harry Kane kabi o'zining darvozasiga qarab turib egallab oladi va Shomurodovga imkoniyatlar tuhfa etadi degandik. Ammo teskarisi bo'lib chiqyapti. Hozircha farqi yo'q. Teskarisi bo'lgan taqdirda ham Shomurodov asosiy futbolchiga aylanib bormoqda. O'zi menimcha asosiy futbolchi, lekin uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Italiya seriyasida bir futbolchi, bir hujumchi bilan o'ynashni taqozo etyapti hozirgi A seriya futboli. Shuning uchun Mourinho birdaniga dastlabki daqiqalarda raqib kuchi teng bo'lib turgan paytda Eldorni ham qo'shib tushirmayotganiga sabab shu aslida. Lekin ikkinchi bo'limda nisbatan raqib charchaganda Eldor Shomurodovni tashlab o'tgan uchrashuvda yodingizda bo'lsa, Abrahamni ham qoldirdi. Bu gal ham Abrahamni maydonga tushiryapti, Eldorni qoldiryapti. Bu ikkalasini ishlab olyapti va sekin-sekin baribir Mourinho mana shu ikki futbolchiga ko'proq tayanadiganday tasavvur uyg'onyapti. Zo'r bo'lardi, chunki biz Mourinhoning so'nggi yillardagi eng katta amalga oshirgan ishi sifatida o'sha Tottenhamdagi hujum duetini tashkil etganligini bilamiz. Bu yerda ham ana shu ishni bajarishi mumkin. Ikki futbolchi xuddi o'sha vazifani bajara oladigan figuralar. Eldor Shomurodov kerak paytda hujumga ham otilib chiqib ketadi. Qarshi hujumlarda o'ynayotgan paytda va ko'ryapsiz, assist vazifasini ham zo'r uddalayapti. Birinchi golida endi bu asosan Sharaviyning hissasi bor. Sharaviy uzoqdan zo'r gol kiritdi. O'zimman shvetsariyalik futbolchiga yordamchi vazifasini bajarayotganda o'tgan uchrashuvda to'pni to'xtatib bergan edi. Bu safar esa unga pas berdi. Lekin pasdan oldingi harakatlari tahsinga loyiq. Pasdan oldin Eldor juda og'ir kurashlardan to'pni yengib chiqdi va kerak paytda to'pdan uzildi. Ya'ni bugun boshqa o'yinlarga qaraganda Eldor Shomurodov juda to'g'ri o'ynadi. Mana shu ta'rifni bersak bo'ladi. Juda to'g'ri o'ynadi. Mourinho asta-sekin
uning mana shu o'yinga bo'layotgan munosabatini kuzatib boryapti. Ishonch tug'ilmoqdaki, hamyurtimiz o'sha asosiy vazifasini bajaradi. Endi ikkinchi goldagi pasiga alohida tahsin, vaqtida to'pdan uzilgani, ozgina kech qolganda Abraham ofsaydga chiqib ketib qolardi. Bir-birini his qilish ham boshlandi. O'ylaymizki, Abraham mana shu haqlarni qaytarib turadi, assist vazifasini bajarib turadi va Eldor Shomurodov ham gollar urishni boshlaydi. Uning statistikasi zo'r. Shomurodovning 6 uchrashuvda ancha natijalar qayd etdi. Goli bor, assistlari bor. Assisti ko'p futbolchi gol urayotgan futbolchi bilan gohida barobar, gohida ustun ham sanaladi o'z zamonaviy futbolda. Chunki u golni tasodifan ham urib qo'yish mumkin, lekin ko'p assist bo'lsa, u o'yinda golli vaziyatlarda ko'proq hissa qo'shayotgan bo'ladi. Sof hujumchilar oldinda turib, ba'zan kir gollarni urib qo'yishadi, ba'zan oddiy gollarni, ba'zan o'z qiyinchilik bilan kiritadigan gollari bor. Gol alohida tahlil qilinadi. Golni qanday kiritilganiga qarash kerak bo'ladi va gollar soni ko'payib ketsa, albatta u asosiy tarkib futbolchi hisoblanadi, lekin o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, uning gollari qanday kiritilganiga qarash kerak. Lekin assistlar raqami ko'paysa, masalan, Pogba bugungi kunda fantastik o'yin ko'rsatyapti deyapmiz va assistlarda aks etyapti uning zo'r o'yin ko'rsatayotgani. Eldor Shomurodovda ham ana shunday ko'rsatkich. Eldor Shomurodovda ham misol uchun hujumchi, sof hujumchi bajaradigan ishlarni ham bajaryapti. Asosiy tarkibda tushgan paytlar esa ko'proq sherigini to'p bilan ta'minlamoqda. Roma birinchi o'rinda Italiya seriyasida. Roma konferensiyalar kubogida mana zo'r g'alaba bilan guruh bahslarini ham boshlab oldi va o'ylashimcha bu kubok o'yinlarida Roma asosiy favorit g'oliblik uchun Tottenham bilan birgalikda. Tottenham, Mourinyoning Tottenhami o'zining sobiq jamoasiga qarshi chiqargan ko'rinadi. Mourinyo bilasiz, bir klubga kelgandan so'ng sovrin qo'lga kiritishga harakat qiladi. Unitedga borganda ham Manchester Unitedning hozircha eng oxirgi sovrinini yutib bergan edi. Garchi Mourinyoning esdan chiqargilari kelsa ham qizil inglizlar, lekin oxirgi sovrin Mourinyo'niki. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Romada ham u har ehtimolga qarshi mana shunaqa konferensiyalar kubogi g'olibligini qo'lga kiritishi zarurligini ham esdan chiqarmay turadi. Italiya seriyasida o'xshamay qolsa, mana bu tomonda nimadir qilish kerak va kubok bilan javob berish kerak. Bu masalada albatta unga Abraham hamda Eldor Shomurodov yordam beradi. Menga endi Abraham Eldor Shomurodovning bir raqobatchisi sifatida namoyon bo'lmayapti, balki do'sti sifatida ko'zga tashlanyapti. Endi bundan buyon yana ikkisi ko'proq daqiqalarda birga maydonda harakat qilishadi degan umidda bugungi chiqishimni yakun yasayman. Tabrik, shunday davom etishiga tilakdoshmiz. Salomat bo'ling.